Milliy sertifikat kitobidan misollarni yechishda davom etamiz. 11-misolga keluvdik. O'sha misolni ko'ramiz. 11-misolda aytyapmiz. Tezligi 24 metr taqsim sekund bo'lgan poyezd 5 soatda qancha masofa o'tadi? Ya'ni e'tibor beramiz, tezligi birligi metr taqsim sekund. Demak, mana bu sekund bo'ldimi, vaqt birligini ham sekundga o'tishim kerak. Demak, 24 ni ko'paytirishim kerak 5 ga, lekin bu sekundga o'tishim uchun yana 3600 ga ko'paytirishim kerak. 24 ni 5 ga ko'paytirsam 120, ko'paygan 3600 bo'ladi. Ana endi menda kilometrda so'rayotganim uchun menda hozir javobim metrda chiqadi. Shuning uchun 12 ko'paygan 36 ko'paygan 1000 qilib yozib olaman buni. Mana bu metrda chiqqandan keyin buni 1000 ga bo'lsam kilometr bo'ladi. 2 ta 1000 qisqarsam 12 ko'paygan 36, bu ham 432 kilometr chiqar ekan menda. Javobim D javob. 12-misolga o'tamiz. Birinchi son ikkinchi sondan 12 ga kichik. Ikkinchi son esa uchinchisidan 15 ga katta. Demak, 3 ta sonimiz bor ekan bizda. Birinchi son ikkinchi sondan 12 ga kichik. Demak, ikkinchi sonni x deydigan bo'lsam, birinchi son undan 12 ga kichik ekan. Birinchi sonim x minus 12 bo'ladi. Ikkinchi son esa uchinchi sondan 15 ga katta. Mana bu ikkinchi son uchinchisidan 15 ga katta. Uchinchi sonim menda x minus 15 bo'lar ekan shunda. Endi mana bu uchalasini o'rta arifmetiki 26 ga teng. O'rta arifmetik degani nechta son bo'lsa, o'sha sonning barchasini qo'shamiz, sonlarning soniga bo'lamiz. Demak, x minus 12 plus x minus 15 ni hozir bu 3 ta son bor, demak 3 ga bo'laman. Shu 26 ga teng ekan. x 3x minus 27 taqsim 3 barobar 26. 3 ga bo'lib yuborsam bu yog'ini x minus 9 barobar 26. X topadigan bo'lsak 35 chiqdi. Mendan so'rayapti eng kichigini. Demak, eng kichigi bu yerda ko'rinib turibdi x minus 15. 35 dan 15 ayiradigan bo'lsak 20 chiqar ekan. Demak, kichkina sonimiz 20 ekan. 13-misol. Avtomashina 100 km masofani bosib o'tish uchun 12 litr yonilg'i sarflaydi. Agar u 16.8 litr yonilg'i sarflagan bo'lsa, qancha masofani bosib o'tgan? Demak, u 100 km masofaga borish 12 litr sarflar ekan. Shunda 1 km masofaga borish uchun 100 taqsim 12 litr yonilg'i sarflaydi. Ana endi 16.8 litr yonilg'isi bo'lsa, necha kilometrga yetishini topishimiz uchun shuni ko'paytirishimiz kerak 16.8 ga. Buni ham 100 taqsim 12 ko'paytirilgan 16.8 168 taqsim 10 qilaman. 10 bilan 100 ni 168 bilan 12 ni qisqartirsam 140 kilometr masofa chiqadi. Demak, 16.8 litr bilan 140 kilometr yurish mumkin ekan. Keyingi misolga o'tamiz. 120 ming santimetr kvadratni r deb ifodalang. Demak, men r deb ifodalashim uchun o'zi bilaman 1 r 100 metr kvadrat. Demak, avval men buni metr kvadratga o'tib olishim kerak ekan nimadir qilib. O'zi bilaman 1 metrim 100 santimetr. Ana ikkala yonni kvadratga ko'tarib oladigan bo'lsam, 1 metr kvadrat barobar 10 ming santimetr kvadrat chiqar ekan. Demak, ana endi bu yoqda menda 120 ming santimetr kvadrat bor. Buni metr kvadratga o'tishim uchun 4 ta nolni o'chirishim kerak. 12 metr kvadrat chiqar ekan. Ana endi metr kvadratdan rga o'tishim kerak. Metr kvadratdan rga o'tishim, mana buni 100 ga bo'lishim kerak. Bu 12 taqsim 100 bo'ladi. Bu ham 0.12 r chiqar ekan. Javobimiz B javobda. Keyingisi A va B shaharlar orasidagi masofa 300 km. A shahardan chiqqan yengil avtomobil B shahardan chiqqan yuk mashinasi bilan 2 soatdan keyin uchrashdi. Agar yengil mashinaning tezligi yuk mashinaning tezligidan 50% ortiq bo'lsa, A shahardan qanday masofada uchrashishgan deyapti. Demak, A va B shaharlar bor ekan. Bu yoqda A shaharim, bu yoqda B shaharim. Mana bu yerda yengil mashina chiqdi V tezlik bilan, bu yoqda yuk mashina chiqdi V shtrix tezlik bilan. Va mana shu V shtrixdan 50% ko'p ekan. Demak, V teng 1.5 V shtrix ekan. Va bular 2 soatdan keyin uchrashgani ma'lum ekan. Ya'ni mana bu turaqda uchrashgan bo'lsa, bu ham 2 soat, bu ham 2 soat yurgan ekan. Demak, 1.5 V shtrix plus V shtrix bilan jami 2 soat yurishibdi, 300 kilometr. Demak, bu yerdan V shtrix topib olsam, bu teng nimadan 60 kilometr chiqar ekan. Buni tezligi 60 bo'lgandan keyin buni tezligi 90 bo'ladi. 90 tezligi bilan 2 soatda qancha masofa o'tgan topish uchun 92 ga ko'paytiramiz, 180 kilometr. Demak, A dan qanchada uchrash desa 180 bo'ladi, B dan qanchada uchrash desa 120 kilometr bo'ladi. Javobimiz A javob. Bizdan A dagini so'rayapti. 16-misolga o'tamiz. Ko'paytuvchilardan biri 10% ga oshirildi.
Ko'paytma o'zgarmasligi uchun ikkinchi ko'paytuvchi uchun necha foizga kamaytirish kerak? Demak, men ikkita sonim ko'paytmasi bor ekan, x ko'payga y qanaqadir a ko'rinishda. Endi birinchi sonim 10% ga oshirilibdi. Ya'ni bu 10% degani 110% bo'ladi. Qismga o'tsam 1,1x ekan. Va men buni qanaqadir y shtrixga ko'paytiraman, lekin baribir a chiqibdi. Mana shu y shtrixim oldingi y dan necha foiz kamligini so'rayapti menda. Demak, buni qanaqa qilib ishlaymiz? Ikkalasi ham a ga teng bo'lgani uchun 1,1x ko'paygan y shtrixni x ko'paygan y ga tenglashtiraman. X larim qisqarsa 1,1 y shtrix barobar y, 1,1 bo'lishib bo'lsam y shtrix barobar y taqsim 1,1. Ikkalovini ham 10 ga ko'paytirib olsam 10 y taqsim 11 bo'lar ekan. Demak, ikkinchi holimdagi menda y shtrixim 10 y taqsim 11 ekan. O'z avval y deb belgilab oluvdim. Qancha kamaganini topish uchun y dan 10 y taqsim 11 ayiramiz. Ayirib topadigan bo'lsak y taqsim 11. 1 taqsim 11 qismga kamayibdi. Lekin menda shartida foizda so'rayotgandi. Qismdan foizga ko'p o'tish uchun 100 ga ko'paytiraman. Demak, bu 100 taqsim 11 9,1 taqsim 11 foiz kamayishi kerak ekan ikkinchisi. Ya'ni birinchisi 10% oshsa, ikkinchisi 10% kamayadi degan narsa yo'q ekan. Ikkinchisi 9,1 taqsim 11 foizga kamayar ekan. 17-misolga o'tdik. Bir fermer 3 turdagi ekin ekdi. Bug'doy, makkajo'xori, paxta. Demak, bug'doy ekibdi, makkajo'xori ekibdi va paxta ekibdi. Bug'doyimiz bizda 3x ekan, makkajo'xorimiz 4x ekan, paxtamiz 5x ekan. Demak, obunachilar shu joydan bilib olishimiz kerak. Matnli masalalar keldi. Buni navbatma-navbat o'sha berilgan shartlari bo'yicha yozib yechib ketsak, bizga oson bo'ladi. Hammasini birdan o'qib, keyin yeshaman desak, o'zimizga ish orttirgan bo'lamiz. O'sha uchun berilganlarni ketma-ket yozib boraveramiz matnli masalalar ishlashda. Endi aytayapti, bug'doy ekilgan maydonning 20%, makkajo'xori ekilgan maydonning 25% va paxta ekilgan maydonning 30% sug'orilmagan. Mana bu yoqda sug'orilmagan qism bor ekan, bug'doyniki 20%. Demak, bug'doy 3x deb oldim, shuni 20% sug'orilmagan ekan. Topsam 0,6x bo'ladi. 320 ga ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsa. Makkajo'xorining 25% ekan. Ya'ni mana shu 4x ni 25% sug'orilmagan ekan. Uni topsak x bo'ladi. 4x ni 25 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsa. Paxtaniki 30% ekan. 5x 30 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak 1,5x chiqar. Jami sug'orilmagan maydon 62 gektar. Demak, mana shu sug'orilmagan maydonning 162 gektar ekan. Mana bularni qo'shamiz endi. 0,6x plus x plus 1,5x 62 ga teng. 1,6 ga 1,5 qo'shsak 3,1x barobar 62. Bu yoqdan x topsak 20 gektar chiqar ekan. Endi mendan so'rayapti, qancha maydonga ekin ekilgan. Ekin ekilgan maydon mana bu menda, ya'ni 3x plus 4x plus 5x 12x ekan. X o'rniga 20 ni keltirib qo'ysak, 12 ko'paytirilgan 20 240 gektar chiqar ekan javobimiz. Yaxshi, keyingi misol. 18-misol. Perimetr 130 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakning tomonlari farqi 9 ga teng. Demak, menda to'g'ri burchak bor. Bu yog'i A bo'lsa, bu yog'i ham A, bu yog'i B bo'lsa, bu yog'i ham B. Chunki to'g'ri burchakning qarama-qarshi tomonlari teng bo'ladi. Ana endi ixtiyoriy shaklni perimetr dedim, uni hamma tomonni qo'shib chiqishimiz kerak. Bu yerda to'g'ri burchak bo'lgani uchun 4 ta tomonni qo'shamiz. A ga ni qo'shsam 2A, B ga B ni qo'shsam 2B barobar 130. Tomonlari farqi 9 ga, ya'ni kattasidan kichkinasini ayirgani 9 ga teng. Men katta tomonni A deb oladigan bo'lsam, A dan B ni ayirsam 9 ekan. Bu sistemani yechaman. Tepani hammasini 2 ga bo'lib olsam, A plus B barobar 65 bo'ladi. Pastda A minus B barobar 9 bo'ladi. Ikkalasini qo'shib yuboraman. Qo'shib oladigan bo'lsam, B lar ketadi-da. 2 ta A barobar 74. A ni topsam 37. A ni o'rniga 37 ni keltirib qo'yib, B ni topsam 28. Demak, A va B uning eni va bo'yi edi, to'g'ri burchakning. Mendan yuzini so'rayapti. Yuzasini topish uchun enini bo'yiga ko'paytiraman. 37 ni 28 ga ko'paytiradigan bo'lsam 1036 chiqar ekan uning yuzi. 19-misol. 19-misolda A, B, C va D sonlari mos ravishda 1 bo'lingan 3 taqsim 2 bo'lingan 4 bo'lingan 2 taqsim 3 nisbatda. Demak, A sonini men x deb olaman. Ya'ni 1x bo'lish kerak. Biz x so'zini yozib ketaveramiz. B sonini 3 taqsim 2x yozaman. C sonini 4x yozaman. D sonini 2 taqsim 3x yozaman.
Mendan a plus b taqsim c minus d ni so'rayapti. Ya'ni agar b ni qo'shishim kerak, x ga 3x taqsim 2 ni qo'shishim kerak, makrajda c dan d ni ayirishim kerak. 4x dan ayiraman 2x taqsim 3. Buni qo'shadigan bo'lsam 5x taqsim 2 chiqadi. Buni ayiradigan bo'lsam 10x taqsim 3 chiqar ekan. 3 tepaga 2 ni pastga tushirsam 15x taqsim 20x chiqadi. X larni qisqarib 15 bilan 20 ni ham qisqartirsam 3 taqsim 4 chiqar ekan menda. A javob. Keyingisi 20-misol. Demak, sayyohlarning 7 dan 2 qismi A shaharga. Demak, A shaharga 7 dan 2x ekan. Jami sayyohlar soni nima x da deb oldim. Shunda uning 7 dan 2 qismi 7 dan 2x bo'ladi. 3 taqsim 5 qismi B shaharga. Demak, B shaharga 3 taqsim 5x ekan. Qolganlarining 4 dan 1 qismi C shaharga. Demak, qolganlarining dedimi? Jamisini x deb oluvdim. Mana bu ikkalasini qo'shib x dan ayirib tashlashim kerak, qolganini topishim uchun. 2x taqsim 7 ga qo'shaman 3x taqsim 5 ni. Bunga 7 ta, bunga 5 ta makraj bersam 31x taqsim 35 bo'ladi. Endi qolganini topish uchun boya aytdim, jami sayyohlar sonini x deb oldim. Demak, x dan 31x taqsim 35 ayirsam, bunda qolgan sayyohlar kelib chiqadi. Buni tagida bir bor deb 35 ta makraj bersam, 4x taqsim 35 chiqar ekan. Mana shu qolgani, shuni ham 4 dan 1 qismi C shaharda ekan. Ya'ni 4x taqsim 35 ni ham 4 dan 1 ga ko'paytirishim kerak ekan C shahardagini topish uchun. 4 lar qisqartirsam bu x taqsim 35 bo'lar ekan. Va agar sayyohlardan 6 tasi chiqaydi. Demak, yana 6 ta sayyoh qolibdi bu yoqda. Yana 6 ta sayyoh plus qolibdi. Hech qayerga bormagan. Demak, men buni qo'shadigan bo'lsam, jami sayyohlar sonini berish kerakmi? Demak, 2x taqsim 7 plus 3x taqsim 5 plus x taqsim 35 plus 6 menda jami sayyohlar soni. Demak, jami sayyohlar sonini x deb olganmiz. Shuni x ga tenglashtiramiz. Mana bu ikkalasini qo'shuvdik boya 31x taqsim 35 chiqadi. 31x taqsim 35 plus x taqsim 35 barobar x minus 6. Demak, buni qo'shsak 32x taqsim 5 barobar x minus 6. Bu yerda 3x taqsim 35 barobar 6. 6 bilan 3 qisqartirsak x barobar 70 ta chiqar ekan. Demak, men jami sayyohlar sonini x deb oldim. O'sha x'im 70 ta ekan. 70 ta sayyoh bo'lgan ekan jami. Yaxshi, demak 20 gacha misollarimiz ham tugadi. Kuzatishda davom etinglar. Hamma misollarimiz YouTube sahifasiga joylanib boryapti.